Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizda mana bunday hisobot bor, ko'rgan bo'lsangiz, bu sahifada turadi. Mana Telegram hisoboti degan. Mana shu joyda umumiy auditoriya, mana shu jami kirganlar, mijoz bo'lganlar va sotuvlar bo'yicha mana shu konversiya deymizmi, shunday narsa bor. Bu joyda juda ham muhim ma'lumotlar bor. Buni SMMchilar ham, marketing sohasidagilar ham juda yaxshi biladi. Bu joyda hamma ma'lumot bizda chiqadi. Faqat bu joyda chiqishi uchun, misol uchun siz aytaylik, bir Telegram kanalingizni yoki Telegram botingizni reklama qilyapsiz bir blogerda yoki boshqasida, ana shu joyda o'sha bloger berayotgan linkka siz o'zingiz kanalingizni linkini shu joy orqali tuzib, keyin mana shuni linkni reklama qilib ber desangiz, juda ham foydali bo'ladi. Imенно ana shu blogerdan sizga qancha lead kelyapti, qanchasi ko'rdi, auditoriya qancha edi. Misol uchun u blogerning 1 million obunachisi bor edi. Ulardan siz reklamangizni ko'rdi. Misol uchun 10 mingtasi, 10 mingtasidan 5 mingtasi kirdi. Ulardan 3 mingtasi sizga misol uchun qiziqish bildirdi, 2 mingtasi mijozga aylandi, undan 1000tasi sotuv qilib, ya'ni xarid qildi. Keyin qolgan 500 tasi 2 marta xarid qildi. Ya'ni qayta sotuvlar masalasi. Ana shu holat bo'yicha hammasini siz bu yerda kontrol qilib tura olasiz. Ya'ni siz reklama uchun tikkan pulingiz qanchalik o'zini oqlayapti, hammasini ko'rib turishingiz mumkin. Va eng zo'r joylari, misol uchun har bitta mijoz sizga qanchaga tushyapti. Siz berayotgan reklama o'zini oqlayaptimi, oqlamayaptimi? Misol uchun bitta blogerga 2000 dollarga reklama bergan bo'lsangiz, undan kelgan oqim qancha va qancha sotuv qildingiz va 2000 dollarni qilgan foydangiz oqladimi, oqlamadimi? Ana shu tomonlarini bemalol kuzatib turish uchun mana shu funksiyani qilganmiz. Buning uchun mana shu sahifaga kirasiz. Mana shu Telegram hisobotiga kirib turib, o'sha blogerga reklama berish jarayonida mana yangi link qo'shish qilasiz. Ularni kuzatib turish bu joyda mana har bitta bergan linkingizni ham alohida o'zini ma'lumotini ko'rib turishingiz mumkin. Misol uchun mana bu tarzda. Qancha sotuv bo'ldi, byudjet qanaqa bo'ldi, klik, hamma ma'lumoti mana shu joyda chiqadi. Endi bunaqa ma'lumotni olib olish uchun siz обязательно mana shu joyda yangi linkni programma orqali tuzishingiz kerak. Yangi link deganiga bosamiz. Bosganimizdan keyin bu joyda kompaniya nomi, misol uchun siz reklama berayotgan manbaingizning nomi. Misol uchun men aytay, Jigarga reklama bermoqchiman. Jigar. Endi qaysi nimani reklama bermoqchiman? Botimmi, guruhimmi, kanalimmi? Misol uchun botimmi deylik. Misol kanal deymiz. Xo'p, kanalni reklama qilishda bot guruhda majburiy emas, lekin kanalni bu joydan linkini berishda обязательно sizdagi kanal privati, ya'ni yopiq kanal bo'lishi kerak. Farqi yo'q, uni yopiq kanal qilib qo'yasiz, chunki любой выступление qilgan odamga bot o'zi ochib beradi avtomatik. Siz har bittasini tasdiqlab bilmaysiz, faqatgina yopiq kanal bo'lib turadi xolos. Endi bu reklama byudjeti, Jigarga men qancha pul beryapman reklamasi uchun? Misol uchun 1000 dollar pul berdim. Reklama qilib bergani uchun, misol u so'mda aytaylik, misol uchun 12 million 500 ming pul beryapman unga. Okey, bo'ldi. Shu bilan bu joyda Jigarda nechta podpishchigi bor? Misol uchun shunday akkauntiga qarasangiz chiqadi. Misol uchun 1 million podpishchigi bor deylik. Endi bo'ldi, yaratish qilamiz. Shu bilan link mana qo'shildi. Mana Jigar degani qo'shildi. Endi mana shuni copy-paste qilib olib, mana bunga bosib, zanjirchaga copy-paste qilib olib, o'sha aytilgan Jigarga mana shu linkni reklama qilib bering desangiz, keyin sizda mana bu joyda ma'lumotlar paydo bo'ladi. Nechta keldi odam, qanchaga o'zini oqlayapti, nima bo'lyapti, mana hammasini ma'lumotini keyin xuddi mana bu joyda olingani kabi olaverasiz. Reklamani samaradorligini o'lchash uchun kerak bo'ladigan har qanday kuchli CRMlarda bor ma'lumotlarni mana shu CRMdan ham bemalol olishingiz mumkin. Faqat linkni mana shu joydan generatsiya qilib, reklama berayotgan blogeringizga berib yuborsangiz kifoya. U bloger bo'lishi mumkin, u qaysidir boshqa bir kanal bo'lishi mumkin, siz kanalingizga reklama qilib beruvchi yoki kimlargadir tarqatib, ular orqali zanjir qilib nimalardir olmoqchidirsiz. Ona shunaqa narsalarga juda ham qo'l keladigan narsa. Endi bu linkni biz kimgadir berganimizda, o'sha link orqali kirganlarning hammasini sanaydi programma o'zi. Misol uchun men bu linkni mana hozir bizda 0 turibdi, Jigarga kiradigan bo'lsak 0 turibdi. Bu linkni men hozir Telegramdan boshqa bir akkauntimga tashlab, o'sha link orqali kirib ko'raman. Mana men oxiridagi mana shu linkni narigi akkauntimdan bu akkauntimga tashladim. Jigarda o'zi ham chiqib qoldi tepadan. Xo'p, tashlaganimdan keyin bunga bitta bosib kiradi. Mana shu bizning gruppaga kiryapti. Bo'ldi. Mana shu holat bilan ishlayveradi programma 100%, faqat mana shunday holatda kiradi. Bu kirganni o'sha bizda hamma narsasi qayd qilinadi. Mana shu odam kirgan, odam keyin siz botingizga o'tsa, nimadir sotib olsa, hamma istoriyasi mana shu link orqali keyin shakllanib boraveradi. Bo'ldi, mana shu link kirdi. Endi mana Jigarga bosadigan bo'lsak, Jigarni nimasini ma'lumotini ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda bizda bitta link kelgan. Bo'ldi. Boshqa anaqasi yo'q. Dalshi bo'lgan operatsiyasi yo'q. Agar men xarid qilsam, o'sha mijozga aylansam, bu biznesga nimadir sotib olsam, o'sha ma'lumotlar ketaveradi bu yoqda. Mana shunaqa bizning programmamizda bor va mutlaqo buni bemalol ishlatishingiz mumkin. Rahmat azizlar.